هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Şura tefsiri 47. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Şura suresi 47. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah tarafından kelgen qarıştığını bolmaydigan bir gün keliştin burun Rabbinglarning da'vatini qabul qilinglar. Bu kunda sizlarga qochadigan joy topilmay qoladi. Qilmishinglar nomi amallaringlarga yezig'liq bo'lganligi, a'zoyinglar uningga guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qila olmaysizlar. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'rsa, biz seni ularga kuzatkich qilib avatganimiz yo'q. Sening vazifang faqat tabliq qilishdir. Agar insonga bizning rahmatimizni tetishsak, xush bo'lib ketadi. Ularning qilgan gunohlari tufaylidan beshiga biror hodisa kelsa, inson to'limi kufroni ne'mat qilg'uchidir. Qiyomat kunidan ilgari Alloh taologa itoat qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Alloh taolo qiyomat kuni bo'ladigan qo'rqinchli cho'ng ishlarni tilga ilish bilan birga uningdan ogohlantirib va uningga tayyorlik qilishga buyurib mundaq deydi. Alloh tarafidan kelgan qarish to'g'ili bo'lmaydigan bir kun kelishdan burun Rabbinglarning da'vatini qabul qilinglar. Ya'ni agar Alloh taolo uni vujudga kelishga amr qilsa, u ko'zni yumib ochqicha vujudga keladigan to'sqichi va man'iy qilg'ichi bo'lmaydigan bir kundir. Bu kunda sizlarga qochadigan joy topilmay qoladi. Qilmishinglar nomi amalinglarga yeziqliq bo'lganligi, a'zoyinglar uningga guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qila olmaysizlar. Ya'ni sizlarga azobdan qochib kirib oladigan sepil yo'q. Sizlar Alloh taolaning ko'zidan g'oyib bo'lish uchun sizlarga mukib oladigan va yo'shirinib oladigan o'rinmi yo'q. Balki Alloh taolo sizlarning hamma ishlaringlarni o'z ilmi, ilohiy ko'zi va qudrati bilan hamma tarafdan bilib turg'uchidir. Alloh taolaning dargohidan boshqa hech panoh joy yo'q. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. İnsan bu kunda qochadigan joy qayerda deydi. Yo'q. Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'qdir. Bu kunda qarorgoh Rabbingning tarafidadir. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'rsa, biz seni ularga kuzatkich qilib avatganimiz yo'q. Ya'ni sen ularni iymonga majburlovchi emassan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni hidoyat qilish sening majburiyating emas, lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Sening vazifang faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz faqat hisob elishdir. Ya'ni biz seni faqat Alloh taolaning amr farmonini ularga tabliq qilishga taklif qildik. Agar insonga bizning rahmatimizni tetishsak, xush bo'lib ketadi. Ya'ni uninga kengchilik va ne'mat yetsa, u bulardan xushal bo'lib ketadi. Ularning qilgan gunohlari tufaylidan beshiga biror hodisa kelsa, ya'ni insonlarga biror qo'rqinchli musibat, balo qazo
va qattiqchilik kelsa, inson to'limi kufroni ne'mat qilg'uchidir. Ya'ni ilgari bahriman bo'lgan ne'matdan tanidi. U faqat ko'z oldidagi mush vaqtni tanıydı. U faqat ko'z oldidagi mush vaqtini tanıydı. Agar u ne'matga erishsa, takabburlik qilib haddidan oshadi. Agar uningga sinash yuzidan birer musibat kelsa, Allah Teala'nın rahmetinden ümitsizlendi. Peygamber aleyhisselam ayollarga: "Ey ayollar jamiyasi, sadaqa beringlar. Men haqiqatan dovzax ahlining ko'prakinin sizlardan ekanligini ko'rdim." deganda bir ayol: "Ey Allohning payg'ambari, nima shundoq bo'ladi?" dedi. Peygamber aleyhisselam: "Chunki sizlar shikoyatni ko'p qilsizlar. Eringlarga tuzkorlik qilasizlar, ya'ni eringlarning qilgan yaxshiligini inkor qilasizlar. Sen ulardan biriga ömür bo'yi yaxshilik qilib, ondan yaxshilikni bir kun to'xtatsang, o ayol, men sendan hergiz yaxshilik ko'rmadim deydi" dedi. Mana bu Allah Teala hidayet qilgan, Allah Teala to'g'ri yo'lni uninga ilhom bilan bildirgan, Allah Teala'ga iymon etgan ve yaxshi amallarni qilgan ayollardan boshqa nurg'un ayollarning ahvolidir. Ammo mu'minlar haqida Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: agar uningga yaxshilik yetsa, Allah Teala'ga shukr qiladi. Bu uning uchun yaxshilik bo'ladi. Agar uningga ziyon zahmat yetsa, u uningga sabr qiladi. Bu mu uning uchun yaxshilik bo'ladi. Bu faqat mu'min uchun shundoq bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah nimani xolasa shuni yaratadi. Xolgan odamga qiz farzand ato qiladi, xolgan odamga o'g'il farzand ato qiladi. Yoki ularga o'g'il qizni aralash beradi. Xolgan odamni tug'mas qiladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Allah Teala bu ayette mundaq deb xabar qiladi: Allah Teala osmonlarning va zaminning yaratuvchisidir. U ikkisining podshohidir. U ikkisi de xolgancha ish ilib bag'ıcıdır. Allah Teala xolgan narsa vujudga kelib chiqadi. Xolmagan narsa vujudga chiqmaydi. Allah Teala xolgan odamga xolig'ini beradi. Xolmagan odamga bermaydi. Allah Teala bergan narsani hech kim to'sib qola olmaydi. Allah Teala mani qilgan narsani hech kim bera olmaydi. Allah Teala xolgan narsani yaratadi. Xolgan odamga qiz farzand ato qiladi. Ya'ni uningga faqat qizlarni rizq qilib berdi. İmam Bag'aviy faqat qiz farzand ato qilinganlardan biri Lut alayhissalomdir dedi. Xolgan odamga o'g'il farzand ato qildi. Ya'ni uningga faqat o'g'illarni rizq qilib berdi. İmam Bag'aviy masalan İbrahim alayhissalomga o'xshash u qiz farzand ko'rmagan edi dedi. Yoki ularga o'g'il qizni aralash berdi. Ya'ni Allah Teala insanlardan xolgan odamga o'g'il qizni jup berdi. İmam Bag'aviy masalan Muhammed alayhissalom o'xshash dedi. Xolgan odamni tug'mas qiladi. Ya'ni u farzand yuzi ko'rmaydi. İmam Bag'aviy masalan Yahya va İsa alayhissalomga o'xshash dedi. Allah insonlarni 4 qismga bo'ldi. Birinci, qiz bola berildigan odam. Ikkinchi, o'g'il bola berildigan odam. Uchinchi, o'g'il qiz aralashtirib berildigan odam. To'rtinchi, qizmi o'g'ilmi berilmaydigan odam. Allah Teala bu xildagi odamni tug'mas qiladi.
uning balasi bo'lmaydi, nasli qolmaydi. La havla va la quvvata illa billah. Haqiqatan hammani bilgichidir. Ya'ni Alloh taolo bu 4 turlik odamdan har turlik odamga nimaning loyiq ekanligini obdan biladi. Hammaga qodirdir. Ya'ni Alloh taolo insonlardan xohlagan kishini ana shundoq farqli qilishga qodirdir. Bu oyatning mazmuni Isa alayhissalom haqidagi tövendeki oyatning mazmuniga o'xshaydi. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Ya'ni Alloh taolo Isa alayhissalomni dadisiz yaratib, insonlarga o'zining qudratini ko'rsatadigan dalil qildi. İnsanlarni 4 qismga bo'lib yaratgan Alloh ulug'dir. Adem aleyhisselam dadisiz ve anasız tuproqdan yaratildi. Havva anamız erkekten anasız yaratildi. İsa aleyhisselamdan başka insanlar erkek ve kişinin qo'shilishidan yaratildi. İsa aleyhisselam anadan dadisiz yaratildi. Allah Meryem oğlu İsa aleyhisselamni yaratish bilan özünün qudratini ko'rsatadigan dalilini tamamladı. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu oyat ota-onalar haqida, oldingi oyat bolalar haqida tushuncha berdi. Bularning har biri 4 turga bo'lindi. Hammani bilguchi, hammaga qodir Alloh taolo pakdir. Allah har qandaq odamga faqat vahiy orqali yoki parda oqisidanla yoki bir payg'ambarni avatib o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqali so'z qilgan. Allah haqiqatan maxluqotlarning sifatlaridan ustundir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek emrimiz boyunca sana Kur'an'ı vahiy qildik. Sen vahiyden ilgari Kur'an'ның ve imanның nima ekanligini o'qimayding. Lekin biz Kur'an'ni bir nur qildikki, uning bilan biz bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubhisizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. U osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Vahiyning qanday shaklda keladiganligi to'g'risida. Bu yerde ko'z tutilgan vahiy Alloh taolaning dargohidan qilingan vahiydir. Alloh taolo ba'zida payg'ambar alayhisalomning ko'ngliga biror narsani salatdi. Payg'ambar alayhisalom uning Alloh taolo tarafidan ekanligiga shak qilmaydi. Bu vaqtda Imom Ibn Hibban payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jibril alayhisalom qalbimga biror odam yeydigan rizqini tugatmaguncha, ajili to'shmag'icha hargiz o'lmaydi. Alloh taologa taqvodorlik qilinglar, halol rizq talab qilinglar deb ilhom qildi. Yoki parda oqisidanlar. Bu xil vahiy Musa alayhisalomga so'z qilganiga o'xshaydi. Musa alayhisalom Allah Taala bilan so'zlashgandan keyin Alloh taoloni ko'rishni talab qildi. Biroq Alloh taolo o'zini parda oqisiga og'ashqa Musa alayhisalom uni ko'ra olmadi. İmam Tirmizi Peygamber aleyhisselamның Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhumaga Allah Taala birovga söz qilsa faqat parda oqisida söz qiladi. Ammo sening atanga 100 turib söz qildi deganligini rivoyat qildi.
Jabirning otasi Uhud urushida shahid qilingan edi. Lekin bu so'zlashish qabrida bo'lgan. Bu oyatning mazmuni bo'lsa, faqat bu dunyoda so'zlashishni ko'z tutadi. Yoki bir payg'ambarni avatib, o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqali so'z qilgan. Ya'ni Alloh taolo Jibril alayhissalomni va boshqa farishtalarni payg'ambarlarga vahiy bilan tushirish orqali so'z qilgan. Alloh haqiqatan maxluqotlarning sifatlaridan ustundir, hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh taolo hammadan yuksakdir. Hammani bilib turguchidir. Hammadan xabardordir, hikmat bilan ish qilguchidir. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Ya'ni sen iymonni Qur'onda tafsili bayon qilingandek bilmayding. Ya'ni sen iymonni Qur'onda tafsili bayon qilingandek bilmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan biz bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Alloh taolo bu haqda mundaq degan: aytqinki, u iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Alloh taolo mundaq deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, shak shubhisizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. Mana bu esil axloqdir. Ondan Alloh taolo u yo'lni tövendeki oyatida texmi ochiqlashtirib mundaq bayon qildi. U osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Ya'ni u yo'l Alloh taolo insonlarni mengishga buyurib bekitgan yo'ldir. Alloh taolo osmonlarning va ziminning Rabbidir, podshohidir. Uningda xohlagancha ish ilib bag'itchidir. Hukm qilguchidir. Qilgan hukmi uchun hisob berguchi emasdir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Ya'ni jami ishlar Alloh taologa qaytariladi. Alloh taolo ularning orasini adolat bilan ayiradi va hukm qiladi. Alloh taolo Alloh taoloning birligiga tangan tuzkurlarning töhmetlerinden paktır, üstündür, yüksektir ve büyüktür. Elhamdülillah. Şunun bilen Sure Şura'nın tefsiri tügüdü. Cemi hamd-i sana alemlerinin Rabbi Allah Teala xastır. Keler qitimda Sure Zuhruf 1. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.